Xitoyning Uyg'ur tutqunlarini turmidagi yepiq poyezdlarda qandaq yo'tkaganligini oshkorlagan. Yevropadagi bir davlatda siyosiy panohlik tilgan Jang familiyalik bu Xitoy soqchisi ilgari bir qancha qitim Uyg'ur eliga kelib vazifa o'tagan bo'lib, u o'tgan hafta Amerikaning CNN televiziya kanalidami Uyg'urlarning tutqun qilinishi va lagerlardagi qiyin-qistoq jinsiy xo'rlashlarni tafsil oshkorlagan edi. Jang familiyalikning Osmon xabarlarga aytishicha, ular tutqunlarni poyezga chiqarishda tutqunlarni bir joyga to'plab beshiga qora xalta kiydirdi ekan, ham ikki kishining qo'lini bir ishkal bilan chetib, ularning qochib ketishining oldini oldi ekan. U ishkir o'lkalarida tutqun qilingan Uyg'urlarni mush yo'sinda yuk poyeziga besib, Uyg'ur eliga yo'tkaganligini aytgan. U bu tariqada jami qancha Uyg'urning yo'tkalganligiga shohid bo'lganligini aytmagan bo'lsa-mu, biroq har qitimda 500 dak tutqunning yo'tkalganligi, har bir vagonga 100 dan ortiq tutqunning solinib, har bir tutqunni 2 dan soqchi ilib mangdaganligini bildirgan. Uning aytishicha, ular tutqunlarni poyezda yo'tkaganda ularga tomoq bermaydi ekan. Jang tutqunlarga faqat suv butilkasining og'zida kalpikini namda olish uchun suv berilganligi, Şinjanga berish uchun 2 kun ketadiganligini bildirib, biz tartibni saqlash uchun ularning hojatxonaga berishiga yo'l qo'ymaydik degan. Jangning aytishicha, u 2018-yilda Uyg'ur eliga yana vazifa o'tashga borganda tutami yo'q sabablar bilan 900 mingdan ortiq kishi tutqun qilingan ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian 12-oktyabr axborot yig'inida Uyg'ur sotkologiyasini yolg'onchilik mashinasi degan, uningda guvohlik bergan guvohchilarni artistlar deb hujum qilgan. 这帮反华分子不惜花钱请骗子，花钱买谎言。 Bo'lib Javlijan bayonotida Uyg'ur elidagi lagerlarda yo'lga qo'yilayotgan inson qilipidan chiqqan tuzumlarni oshkorlab, zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan Jang familiyalik Xitoy soqchisiga u o'zini 2018-yili Şinjanga bo'lgunchilik harakatini tekshirishga avatlagan soqchi deb tanishtirib, yolg'on uchurlarni tarqatdi. U buning badaliga 43 ming fond sterling pul olgan deb hujum qilgan. Halbuki bu Xitoy soqchisi CNN televiziyasiga qilgan so'zida o'zining yuqori maosh va turmush kapolati bilan hukumatning chaqiriqiga ovoz qo'shib, Xitoy o'lkasidan Uyg'ur eliga kelganligini, biroq u yerda yurgizilayotgan Uyg'urlarni qarquyuq kollektiv tutqun qilish, lagerlardagi Uyg'urlarga qartilgan sistemli qiyin-qistoq bosqinchilik, kamsitish va xo'rlash qilmishlarini ko'rgandan keyin vijdoni chidamay buni oshkorlash niyatiga kelganligini bildirgan. O oshkorlagan tafsilotlarmi lager shohidlarining bayonlari bilan aynan chiqqan edi. Chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilarining qarashicha, Xitoy hukumati navbatda Uyg'ur sotkologiyasidan chiqadigan natijadan va yuqoridagi bu Xitoy soqchisi oshkorlagan tafsilotlar qo'zg'agan ta'siridan qattiq ansirmoqda.